Mana shunaqa qilib, chuvunni ortidan quvib, dori sepish joningizga tegdimi? Hozir sizga bir ajoyib dorini ko'rsataman. Chuvunni o'zi kelib, dorini ichib tinchiydi. Mana shu dori do'stlar, buni biz nomini bilmaymiz, chunki hamma joyga xitoycha yozilgan. Nomini bilganlar kommentariyada yozib yuboring. Biz buni bobocha deymiz, o'zbekchaga tarjima qilib olish kerak-ku endi. Chunki bitta bobochadan boshqa hech narsani tushunmaymiz, xitoycha yozilgan. Maniga Zhang Pengzhen deb yozilibdi. Bilmadim do'stlar. Buni tayyorlanish tartibi mana shunaqa parashoklar bo'ladi, ichida ko'p bo'ladi. Mana shunaqa parashoklarni mana shunaqa idishlarga ozgina suv solib qo'yadigan bo'lsangiz, chunlar o'zi chaqirib tinchda aytib o'tganimizdek. Hozir tayyorlab, natijasini ham 1-2 soatda ko'rsatamiz. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. O'zi qo'yganimizdan boshlab chunlar kelishni o'zi boshladi. Bittasini aytib pitachalab yopdi ichida. Abid, akalachka. 1 soat 2 soat ichida 500-600 chunni qirib beramiz nasib qilsa. Do'stlar, mana natijani ko'rishingiz mumkin. Buni sal oldinroq qo'ygan edik. Biz bu doridan 2 yildan beri foydalanamiz. Chunga yaxshi effekt beradi.